Do'stlar, O'zbekistondagi balki O'rta Osiyodagi eng tez Porsche Turbo S Cabrio'ni obzori. Real Sanjikka yangi mashinasi. Assalomu alaykum. 1 yildan beri yig'ibdi bu mashinani. Eng qizig'i Turbo S so'zi O'zbekistonga olib kirib keldi. Bizda 320 ming dollarga tushadi. Adashmasam. Shunaqa bo'lsa kerak. Tuningini o'ziga qancha pul ketdi? Yaqin 160 mingcha ketgan. 160 ming dollarcha, taxminan 500 ming dollarlik mashina shu yerda turibdi va eng qizig'i oxirida vizov bo'ladi go'nshiklarga. Kelungacha mashina bilan tanishtirib chiqaylik. Nimaga aynan Turbo S ni tanlading O'zbekistonga olib kelishga? Bu mashina tug'ilgan kunimga esingizda bo'lsa, sovg'a qilishdi, katta intervyuda ham bo'lgan. Porsche sovg'a qilishdi. 911 Opaching Porsche pодарок. Vau! Cabrio yaqinda Toshkent ko'chalarini changitadi. Yangisi yana rastamoshga ham qilib berishibdi. Sovg'aga kelgandan keyin o'yladikki, ozgina darabotka qilib, sal noodatiy qilish maqsad bo'ldi. Eng tez mashina qilmoqchi bo'ldik. Eng tez O'rta Osiyodagi eng tez mashina qilmoqchi bo'ldik. Shu sababli buni tuning qildik. Aynan Topkar obvesida ko'ryapman. Topkar obvesida nomi ham bor. Nomi Stingray. GTR Cabrio bo'ladi. Bu juda redki tuninglardan biri. Dunyoda 12 deb polni karbon bilan qoplangan. Polni karbon. Bu degani minus 100 kilogramm. Ya'ni tezlanishga yana plus bo'lib chiqyapti. Xo'p, undan tashqari ko'rayotganimdek даже spoilerlargacha karbon bo'lgan. Hamma yeri karbon. Butun karbonoviy mashina. O'zi mashina dahshat. Ancha yengil bo'lish maqsadida shu yangi avtomobilni Topkar shunaqa polniy karbonoviy versiyada yengillashtirib va motorlarni darabotka qilib berdi. Do'stlar, yo'lda mana yurdik, boshqacha vasha ko'rinishi Batmobilga o'xshaydi. Karbonni o'ziga qancha pul ketdi? Shuncha karbon butun salondan. Karbonni shu aytganimdek jami hisob yaqin Общий 160 ming. Shunaqa. O'zini rangi qanaqa edi? Qoramidi? Qora. Qora rangida. Bitta saloniga ham baho bera olamiz. Salonda tushunishim bo'yicha to'ja ham karbon elementlari qo'yilgan-a tablodagi. Karbon elementi o'zi zavoddan bo'lgan. Bo'lgan, bu zavodskoy. Lekin ruli darabotka qilingan, relyefni karbonlar bilan polni. No, eng qizig'i bu mashinani ustida ham emas. Motorida nechta ot kuchi tanishtirib chiqaylik. Bu yerda kompyuter o'rnatiladi. 4 ta kartadan iborat bo'ladi. Bu 800, 1000, 1200 va eng agressivniy rejimda 1500 ot kuchidan iborat bo'ladi. 1500 ot kuchi hozirda shu Turbo S motori shunaqa qilib bera oladi. Shunaqa. Chunki bu yerda motorlari juda darabotli. Metanolgacha o'rnatganmiz, interkullerlar o'rnatganmiz. Aytib o'tadigan bo'lsam, hozir efirimiz vaqtimiz yetmaydi. Vaqti ham yetmaydi. Oddiy qilib aytganda, nechta ot kuchi shaharda chiqarib bera oladi bu? 1000 tadan 1500 tagacha. 1000 tadan 1500 tagacha. Любой mashina 100 ga necha sekund? 100 ga birut hozir dragimizda biru yaxshi zatsepda 1.9 sekund ko'rsatyapti. 1.9 sekund Turbo S uchun bu wow rezultat. O'zini stokoviy rezultat qanaqa? O'zini stokoviy rezultati adashmasam 2.4 shunaqa. Bu katta farq 1 sekund bo'lsa ham, хорошо. Kimga vizov tashlayapsan? Tushunishim bo'yicha Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekistondagi ham любой mashina bilan turib beradi do'stam. Piskentda ofitsialniy. Kerak bo'lsa Qozog'istonga boramiz. Kerak bo'lsa Qozog'istonga, Sokolga boramiz. Любой mashinani choyni ichiradi, faqat bir iltimos. Eski Drandolet, nebezopasniy mashinalar bo'ladi-ku. Faqat tekis yuradigan shu mashinalar iltimos eshigimni taqillatmasin. Chunki bosishadigan bo'lsam, bezopasniy shahardagi yuradigan любой mashina bilan elektrika bo'ladimi? Любой bilan bosishga tayyorman. Elektrika bilan tayyorsiz. Elektrika 160 dan keyin bilasiz-ku, u yurmaydi. Elektrika 160 dan keyin o'zi to'xtab qoladi. Elektrika bilan 1 kilometrga любой bilan bosishga tayyorman. Do'stlar, vizov yomon bo'tdi. Sanjar ko'p vaqt sukunat saqladi. Endi bildi nima sukunat saqlaganini. Yangi vizovlarga tayyor. Gap yo'q do'stlar. Zikker bo'ladimi? BMW M kala bo'ladimi? Farqi yo'q. Любой bilan turasan. Albatta. Безопасный
masofada, bezopasniy Kalit joyda. ham qo'yasan buni? Kalitga kalit ham qo'yaveraman. Xo'sh, agar. 500 ming dollar ishlatgan mashina. Ya bu mashina juda ham tez mashina. O'zingiz haydab ko'rdingiz-ku. Da, Iltimos, vizov tashlashdan oldin iltimos, o'ylab vizov tashlaylar, internetda ma'lumot ko'rib olinglar, o'qib olinglar, o'rganib chiqinglar. Keyin o'sha tashlasanglar. Nomiga tashlamaylar. Ha, nomiga, hype uchun u kerak emas u. Ha? Keragi yo'q. Do'stlar, mashinani bitta zavod qilib ovozga baho berib yuboramizmi? Albatta. Qani do'stlar, bismillah. Hammamizga nasib qilsa, salonlari bomba, vishnyovoy mana bitta metanolli mana показатели turibdi, datchiki. Undan tashqari polniy mana vishnyovoy kojani salon. Короче, oddiy ketganda zavod qilaman, ko'p gapirmayman. Mana shu knopkasi bor. Turbaga olaymi? Yo'q, mana shu knopkasi bor. Avtomobil motor avariyadan oldi. Ha. Aha, bosma. Hali ovoz bormi? 1 2 3. Bomba! Singer GTR Carbon Edition for Real Sanjik. 7-13 ta mashinaning ichidan, yo'q 18 tami? 13 ta. 13 ta mashinaning ichidan 7-chisi Sanjik. Shunaqa. Xo'p, undan tashqari disklarga ham ahamiyat berdim. Nechinchi radius turibdi bu yerda? Adashmasam oldida da 20, orqada 21. Узкий широкий deyiladi. Diskni zakaz qilding. Ha, Polniy topkar bu ham. topkar. Gap yo'q. Undan tashqari detallarni olib ochsam, mana bitta bagaj ochish kerak edi, bir yozuvlarni ko'rdim. Shunaqa, agar spoilerni ko'tarsam, yozuvlar bo'ladi. Hozir ko'tarib beraman. Spoiler ko'tariladi. Hozir. O! Mana yozig'iga baho berib yuboringlar. Real Sanjik. Real Sanjik yozig'i yo'q joy bormi? Ichida. Ne ichidami? Ha, bo'ldi. Oxirgi savolim, nimaga bunaqa nomerlar? 797 test. Uzoq o'yladingmi? Smysli bormi bunadir? Ma'nosi? Eng tez mashina bo'lgandan keyin tez degan yozuv aynan bunda bo'lishi kerak. Shu sababli shunaqa Stinger aynan tez mashinalardan biri deyilgan pechat ham qo'yilgan. Gap yo'q. Sanjar, tabriklayman. Tegidan faoliyat yursan. Katta rahmat. Haqiqatan ham bomba Hammamizga bo'ldi. nasib qilsin. Noyob, haqiqatan ham Porsche kam O'zbekistonda. Bunaqa namarot bilan endi bitta ikkita okalarda bordir, bittasi sanda. O'shaning uchun do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like bosib, izohda fikrlarni qoldiringlar va albatta vizovligi ochuv biza. To'g'rimi? Qonuniy, chiroyli hammasi. Moskvaga ham hali boramiz. Ishtirok etgani. Moskvada kimdir bilgan bo'lsa, eshitgan bo'lsa, Moskva Onlin 500 degan musobaqa bo'ladi. Bilaman, конечно. Lyuksovoy mashinalar как Ha, o'sha yerga ishtirok etgani O'zbekiston nomidan bormoqchimiz. O'ylaymanki, lekin u yerda juda ham seryozni, dostoyniy mashinalar ko'p. Da. Top 10 tani ichida bo'lsak, Katta gap. U katta gap. Juda xursand bo'lamiz. Da. Omad. Rahmat. Do'stlar, videoga like bosib, qo'llab-quvvatlayveringlar. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo.